qanday qilib bu darajada tartibsiz ishlash mumkin? Salom, bu men, 4-guruh rahbari. Mart oyidagi imtihon hisobotini topolmayapman. Nima? Rostdanmi? Men bir necha marotaba tekshirgan edim. Bir daqiqa, tekshirib olay-chi, go'shakni qo'ymang. Yaxshi, faqat tezroq. Bu nimasi? Chiroq o'chdimi? Nimalar bo'lyapti? Oy, deraza ochiq ekan. Chiroq o'chishi va yomg'ir xuddi qo'rqinchli filmga o'xshaydi. Bu nima edi? Bunsin Saba, iltimos bu yoqqa kel. 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 Bunsin Saba, bu yoqqa kel. Sen shu yerdamisan? Agar shunday bo'lsa, iltimos bizga javob ber. Bu nimasi? Bolalar. Hammasi bunday bo'lmasligi kerak edi-ku. Nima bu? Ushbu serial Legenda jamoasi tomonidan o'zbek tiliga dublyaj qilindi. Sirli sinf. Salom hammaga. Bu Sojun Xvan, Super King of Baby TV'da. Men Boysoq o'g'il bolalar oliy o'quv yurtidagi 12-sinf 4-guruhda vlog olyapman. Qani ketdik. Bu sinfimizning eng yaxshi o'quvchisi Jon Jehiu. Qani salom dechi. Yo'qol. Keyingi o'quvchilarimiz bular sinfimizning eng zamonaviy o'quvchilari Haruto va Kim Ji-kyu. Salom. Keyingisi esa kelishgan Jin. Hey, bu YouTube uchunmi? Ha? Undan keyingisi esa 4-guruhning Michael Jordani, Park Jong-woo. Hey, bizga tortish uslubingni ko'rsat. Ajoyib. Keyin 4-guruhimizning eng ko'rkam o'quvchilari Yoshinori va uning orqasida ko'rkam Asahi, salom deb qo'y. Yaxshi, qaranglarchi hozirgina kirib kelgan kim ekan? Xyon so'kmay vlog olyapman.
Salom, vlogmi? Ha, salom. Bular ham 4-guruhning 2 bolakaylari Hyonsuk va Mashixo. Bolakay va kelajakdagi Kupa yulduzi Bang Ye Dam. Xursandman. 4-guruhdagi hamma bolalar xursand. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bu Super King Cow Baby TV uchun qilingan maxsus vlog edi. Like bosishni, obuna bo'lishni va bildirish xabarnomalarini yoqib qo'yishni unutmang. Xayr. O'qituvchimizning ahvoli yaxshi ekanmi? Nima sodir bo'lganiga qiziqyapman. Axir u joyda odam toyib qilishi mumkin emas-da. Balki uni kimdir itarib yubordimi? Bo'lishi mumkin emas. Hech qanday muammo chiqarmanglar. Odamlar mening yo'qligimdan norozi bo'lmasligi kerak. Yaxshi ustoz. Mayli, yaxshi o'qinglar. 덩그러니 나 혼자 여기 남겨져 있어 남겨져 있어 Hey, kim yangi qo'shig'imga tegdi? Kim qildi? Qo'shiq? Sen taqdim etayotgan oylik baholashmi? Ha, lekin unda hozir tushunib bo'lmaydigan tovushlar bor. Sizning ishingiz shundaymi? Bizning hatto seni qo'shig'ingdan xabarimiz ham yo'q. Nimalar deyapsan o'zi? Nega unda hammasi chuvalashib yotibdi? Kecha hammasi joyida edi. No'g'ri hazil faqat sizlarning qo'lingizdan keladi. Hey, sen stajyer bo'lganim uchun hamma narsa mumkin deb o'ylayapsanmi? Buni biz qilmadik. Nega sen janjal chiqarmoqchi bo'lyapsan? Qo'y, kel eshitib ko'ramiz birga. Diqqat qiling bolalar. Hozirgina o'qituvchimiz bilan gaplashdim. U kasalxonada 15 kun qolishi kerak ekan. Unda bo'lsa bizga boshqa bir o'qituvchi beriladimi? Yo'q, o'rinbosar o'qituvchi tayinlash uchun 15 kun kam. Shuning uchun endi men o'rinbosarman. Demak, 15 kun o'qituvchimiz yo'qmi? Yes. Nima sodir bo'lgan bo'lishi mumkin o'qituvchimiz bilan? Bilmayman. Aytishlaricha u hech narsani esla olmaydi. Gaping tugagan bo'lsa ketsam bo'ladimi? Albatta. Boshqa xonaga o'tish shunaqangi yoqmayaptiki. Ketdik bolalar. Sinf nega buncha sovuq? Xuddi muzlatgichda yurganga o'xshaymiz. Hey, Vonjin. Nafasimni ko'rdingmi? Og'zingni yop, nafasing sasyapti. Sizning o'qituvchingiz jarohatlandimi? Darsimizni o'zimiz qilsak bo'ladimi? Qaysi guruh? 4-chi. 4-guruh. Ha, yaxshi. To'xta. Nega? Har safar bitta ko'p olib ketayotgan sen ekansan-da. Nega sen? Bu men emasman. 4-guruh, 12-sinf, 20 ta o'quvchi. Sen 21 ta quti olib Ammo ketayapsan. sinfimizda Hali ham bu sen emasmi? 21 ta o'quvchi bor. Joyiga qo'y. Bugundan boshlab faqat 20 ta ol. Xo'p, janob. Sinfda 21 ta o'quvchi bormi? Nega ichkariga kirmayapsan? Ko'tarib yuborishimni xohlaysanmi? Yo'q, men yaxshiman. Duji, kutib tur degandim-ku. Vau, bugungi tushlikni qarang. Bu bilan udumlarga xizmat qilgan bo'lasan. Arvohlar aynan shularni eshitmoqchi va birdan tashlanib qolishadi. Mashhur ajdodlar restorani shumi? Kelishlariga qo'yib ber. Va men ularni yengaman. Bu safar men go'shtli o'rmalarda tatib ko'raman. Qani, ketdik. U ko'proq tomoshabin yig'yaptimi? Unchalik emas. Men hali ham uni videolarini 10 tadan ortiq odam tomosha qilganini ko'rmadim.
Mening shirinim. Agar u hamma vaqtini o'qishga sarflaganda edi, jiyak yukdan ham balandroq balo olardi. Nima qilyapsan? Men haligi tovushlarni aniqlashim uchun ularni bitta-bitta eshitib chiqishim kerak. Ammo bu tovush hali ham davom etyapti. Ha, bu yomon. Bolalar, hammangiz ovqatlandingizmi? Albatta, xayr. Qaysidir o'quvchi umuman tatib ham ko'rmabdi. Isrof bo'libdi-da. Koptogni ot. Knopkani ol. Hoy, yana yomon tush ko'rdim. Sizning sinfingizga borsam doim shunday bo'ladi. Yanami? Senga qanday qilib yomon tush ko'rmaslik sirni aytaymi? Sen yomon tush haqida gapirmoqchi emassan. Bizni yengish haqida o'ylayapsan. Lekin qanday yengmoqchisan? Tosh qaychi qog'oz kabimi? Qanday bilding? Hoy Jengvo, amerikanskiy futbol o'ynamaymizmi? Ko'pdan beri o'ynamagan edim. Sizlar ham o'ynaysizlarmi? Futbol o'ynash qo'l aylanishni yaxshilab beradi-da axir. Hey, Jihyuk. Qayerga ketyapsan? Sizlarga zarur emasman. Allaqachon 11 ta odam bor. Biz 11 tamizmi? U qachon sanash qilgurdi? Shuning uchun ham a'lochi o'quvchi-da. To'xtang, bolalar. Uzr, lekin siz keta olmaysiz. Bizga 11 ta odam kerak. 11. Bu sizlar uchun ham yaxshi qani? Bo'la qolinglar. Qani ketdik. Ketishimiz kerak. Ketik. Bu sizlarga. Endi biz bilan bahsga chiqishdan avval yaxshilab tayyorlaning. Xo'pmi? Ha. Bugundan boshlab mening asosiy vazifam yeyish va futbolni ko'proq mashq qilish. Bu haqiqatda haqoratlanish bo'ldi. Biz g'alaba qozonamiz deb o'ylagandim, chunki biz ko'proq Nima? edik. Sizlarda ortiqcha o'yinchi bormidi? Nima, sizlar 12 kishi bo'lib o'ynadingizmi? Bu g'irrom-ku. Nima deyapsan? Biz 11 kishi edik, sizlar 10 ta edingiz. Yo'q, biz 11 ta edik-ku, sanadim. O'zim sanadim, ha? Ha, hoy, ular faqat 10 ta edi. O'zingni bos, shunda ham sharmanda bo'ldik. Biz ko'p o'yinchi bilan o'ynadik. Sen hatto uyalmaysan ham. Qoch, nariroq tur. Hey, Junxuan, futbolni yarmida bizni kimdir tark etdimi? Nimalar deyapsan? Hatto futbol uyoqtirmaydigan Asahi ham biz bilan butun bir o'yinda o'ynadi-ku. Nega endi bizni 10 kishi deyishdi? Biz aniq 11 kishi edik. Nima bo'lyapti o'zi? Nariga jamoa aytdiki, biz o'yinda 10 kishi bo'lib qatnashibmiz. Nima? Ular xato sanashgan menimcha. Nima? Mening sutim yo'q qolibdi. Sut? Hammada bittadan sut bor. Faqat mendan tashqari. Sut ichmasang hech narsa bo'lmaydi-ku. Yo'q, mening o'z jarayonim hali davom etmoqda. Har kuni ichishim kerak axir. Jokyo, nega menga sut olib kelmading? Nima? Men aniq 20 ta sut olgan edim-ku. Nima deyapsan, ahmoq? Biz sinfimizda 21 tamiz-ku, qara. To'g'ri. Biz 21 tamiz. Lekin o'qituvchi aytgandiki, bizning sinfda 20 ta o'quvchi bor. To'xtanglarchi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.
Ha? Bu yerda ham 21 tamiz. Agar ro'yxatda 21 ta ekanmiz, demak biz ham 21 tamiz. Lekin rostdan ham 20 ta bo'lsak-chi? Nimalar deyapsan, hey? Bu nimasi endi? Bu nima? Bu yer xuddi muzlatgichga o'xshaydi. Qaysidir o'quvchi yana umuman yemabdi. Men yo'g'imda muammo chiqarmanglar. Rasman sinfimizda 20 ta bo'lishimiz kerak. Bu nimani anglatadi endi? Unda nega bu yerda 21 tamiz? Men ham shuni bilmayman. Biz bilmaydigan kimdir oramizda, o'qituvchimiz va biz ko'ra oladigan kimdir oramizda. Sen aroqlarni nazarda tutyapsanmi? Bu gaplarni gapirma. Bu balki buncha sabab bo'lsa kerak. Men aytganman-ku, sinfimizda arvoh bor deb. Ayni damda biz bu yerda 21 tamiz. Lekin narigi sinf bizni 20 tamizni ko'rgan. Futbol o'ynamagan 10 ta odamni chiqaramiz. 11 ta qoldi. Oramizda sinfimizga tegishli bo'lmagan bitta odam bor. Agar siz uni arvoh deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men ham shunday o'ylayapman. Bu juda kulgili. Arvohlar 2021-yilda. Bu nima edi? Bu qanaqa ovoz bo'ldi? Nima edi u? Ushbu serial Legenda jamoasi tomonidan o'zbek tiliga dublyaj qilindi. Sirli sinf.